Nega oxirgi paytlarda o'zgarib qoldingiz? Qanaqasiga? O'zgarganmi? Bilmadim, siz g'alatisiz. Qara. Munosabatlarimiz o'zgaryapti. Uni bilib qo'y. Men aytgan narsamni qil. U pul sizga nimaga kerak? Nima ishing bor sening? Nima tergovchimisan? Tushunmadim, men sizga kimman axir? Men senga bugun tushuntirdim. Olib kel dedim. Zarur dedim. Olib keldingmi, ha? Olib keldim. Yerinde. Ama şunu berish qiyinmidi? Lekin siz nimalarga aralashib yuribsiz? Yana tergayapsanmi? Nima Nimaga ishing bor? tergamayman? Siz menga begona inson emassiz. O'zgaribsiz. O'tdiki yosh boladay bo'lib qolgansan. Tushunmaysan, ming marta aytdim, o'zgarganim yo'q, Marjon. Sizni xayollaringiz joyida emas. Nimalarga aralashib yuribsiz? Nega qara, ochiqcha aytgin, yo'qmasa ketgin. Nimaga bunday munosabatda bo'lyapsiz? Bu yerga kelib asabim buzgani keldingmi? Yo'qmasa ket. Nima bo'lyapti sizga? Nima bo'lish kerak? Nima bo'lish kerak? Nega menga jahl qilasiz? Mengachi bu qiliqlaring umuman yoqmayapti. Shohir aka, iltimos, aqlingizni yig'ib oling. Bor ket. Aziz. Tinchlikmi o'rtoq? Nima qilib o'tiribsan? Nima ham bo'lardi? Shu kontrakt masalasida. Har doim shu siqilib o'tirishing yoqmaydi-da. Yo'li ko'p buni o'rtoq. Xohlasang o'rgataman. Nimani? Bu bir o'yin. Ya'ni stavka. Qanaqa stavka? Sen ozgina daromad qilsang, tiksang, sen yaxshigina pul ishlaysan. Buni qo'rqmasang bo'ladi, o'rtoq. Ko'rding o'rtoq, men senga nima degandim? Bu kontraktingni ham, muammolaringni ham hal qildik-ku. Qanday qilib buni? Tushuntirib o'tiramanmi? Hozir bir joyga boramiz. Qayerga? O'sha yerda tushuntiraman. Klubgami bir maishat qilaylik. Bugun ba'zi bo'lar ekan-da.